Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabridan kavlab jasadini olib ketishlikka dinimiz dushmanlari tomonidan 4 marta harakat bo'lgan. Shuni ikkinchisi Nuriddin Zanki davriga to'g'ri keldi. Tarix kitoblarida keltiriladi, 557-yil Sulton Nuriddin tushida Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, "Meni mana bu ikki kishidan qutqar" deb ikkita sariq kishini ko'rsatdi. Nuriddin Zanki uyg'onib ketdi-da, tahorat qilib namoz o'qib uxladi. Rasululloh yana tushiga kirib, yana boyagi so'zini qaytardilar. "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin." Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib, yana uxladi. Yana tushida shu narsani ko'rdi. Rasululloh u kishiga "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin" deyaptilar, sallallohu alayhi vasallam. Uyg'ondida uyqusi qochib ketdi. O'zini vaziri Jamoliddin Mosurini chaqirtirib keldida tushini aytib berdi. Vazir eshitib turib, "Nima qilib o'tiribsiz bo'lmasan?" dedi. "Tezda Madina Munavvaraga jo'ning" dedi. Ikkalasi birgalikda Madina Munavvaraga safar qilishdi. Yo'lda ketyapti, vazir Madina ahliga xabar yubordi. Sulton Nuriddin Zanki Madinaga kelyapti. Madina ahliga atab juda katta mablag'da o'zi bilan olib kelyapti. Shaharda yashayotgan har bitta odamni ismini qog'ozga yozib tayyorlab turinglar. Bironta odam qolmasin. Ular kirib kelishdi. Nuriddin Zanki Madinaga kirgan tongning kechasida qattiq chaqmoq momo guldiray bo'lib, Madinadagi tog'lar bir maydonlanib ketadigan darajada qattiq chaqmoq bo'ldi. Ular Madinaga kelishdi. Boyagi gap bo'yicha Madina ahliga nafarxonani tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan, Nuriddin Zanki har bitta kelgan odamga tikilib qarar edi. Rasululloh unga tushida ko'rsatgan kishini qidirib. Hamma keldi, hamma nafaqani olib oldi. Lekin haligi odamlarni topmadi. Hamma keldimi deb so'radi. Ha deyishdi. Yaxshiroq o'ylaninglarchi. Ularga to'xtanglar. Mag'ribdan kelgan 2 ta odam bor. Mag'ribda 2 ta odam bor. Shular kelmadi deyishdi. Shunda Nuriddin Zankining qalbi yorishib ketdi. Olib kelinglar ularni dedi. Ya'ni bu sirrini o'zi biladi, vaziri biladi. Ularni olib keldi. Nuriddin Zanki ularni ko'rdi-yu, darrov tanidi. Rasululloh tushida ko'rsatgan mana shu 2 ta kishi edi, sariq kishi. Ularga qayerdan sizlar dedi. Mag'ribdanmiz, haj qilgani keldik. Hajdan keyin mana shu muborak joyda turishni ixtiyor qildik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga yaqin bo'lgan joyda ijaraga olib shu yerda turishgan bo'ladi. Sulton, "Rostini aytinglar" dedi. Ular yana shu so'zini takrorlashdi. Sulton qayerda turishligini so'radi ulardan. Ular Rasulullohning hujrasiga yaqin bir yerda joy olib turganligini aytishdi. Odamlar maqtab ketishdi. Ular badavlat odam ekan, har kuni sadaqa qilishadi, doim namozda bo'lishadi, Baqiy qabristonining ziyoratiga juda tez chiqishadi deb gapirib maqtab ketishdi. Sulton ikkalasini ushlab turinglar deb qo'ydi-da, aytilgan ularning uyiga bordi, kavlangan tuproqni topdi. Sinchkilab qaraganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi tomonga qarab kavlanayotgan bir chuqurni ko'rdi. Qaytib keldi, u ikkisini so'roqqa tutdi. To'g'risini aytinglar. Qattiq urdi. Qattiq kaltayladi. Shundan keyin ular nasroniy ekanligini tan olishdi. Nasroniylar ularni mag'riblik hojilar bilan birga hajga yuborganligini hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadini o'g'irlab kelishlari uchun katta mablag' berishganlarini tan olishdi. Ular nima qilishardi? Tuni bilan o'sha chuqurni kavlab, o'zlari bilan olib kelgan xaltalariga tuproqni solib, Baqiy qabristonini ziyorat qilishlik bahonasi bilan kirardi-da, tuproqni shu yerga to'kib chiqishar edi. Ancha kavlab qo'yishgan edi, birodarlar. Rasululloh hujrai saodatiga yaqinlashib qolgan edi. Rasulullohning hujrasiga yaqinlashib qolganligida chaqmoq cholgan edi. Kechasi, ana shu kechaning tongida Nuriddin Zanki o'zini vazir bilan Madina Munavvaraga kirib kelgan edi. Bu ikki kishi aybini tan oldi. Sulton bularni bo'yniga qilich urishga buyurdi va qattiq yig'ladi. Alloh taolo boshqaga emas, ayni o'ziga shu ishni qilishlikni ilhomini berganligi uchun, Rasululloh ayni undan yordam so'raganligi uchun, Rasululloh ayni unga shu ishni buyurganligi uchun shukronasiga qattiq yig'ladi. Kim? Nuriddin Zanki. Qaysi qo'mondon mana shunday tush bilan maqtan olaydi?